هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Naml tefsiri 41. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Naml suresi 41. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sulayman Bilqizning yetib kelishi yaqinlashgan vaqtda uning aqlini sinash yuzasidan aytdi. Uning, ya'ni Bilqizning taxtining shaklini o'zgartinglar. U taxtini tonimamdi qaraymiz. Bilqiz kelganda uningga "Sening taxting mushundaqmidi? Mushundaqmi?" deyildi. U "Şudek durdu" dedi. Sulayman Allah'ın nimetini sözleş yüzünden etti. Onundan, yani Bilqis'ten burun bizge Allah'ını ve Allah'ın kudretini bildirdiğin ilim verildi. Biz Müslüman bulduk. Onu Allah'ını koyup çokungan nesilleri Allah'a ibadet kılıştın tostu. Çünkü o kafir kavimden idi. Onunla, yani Bilqis'a sarayga kirgen değildi. O, yani Bilqis sarayını çoğun su dep gumanlanıp kiyimini kötürüp iki paçkını açtı. Süleyman etti. Şüphesiz ki o aynekten yasalgan saraydır. O, yani Bilqis etti. Rabbim, men hakikaten Allah şerik keltirip quyosh cho'qinish bilan o'zimga zulm qildim. Sulayman bilan billa olamlarning Robbi Allohga bo'ysundim. Ya'ni Sulaymanning diniga ergishib islomga kirdim. Bilqisni sinab beqish to'g'risida. Bilqisning taxti Sulayman alayhissalomning oldiga Bilqis yetib kelishdan burun elib kelingan edi. Sulayman alayhissalom Bilqis onu köygende onun özünün taxti yoki emasligini toniyalamdı yoki toniyanmamdı deb onun aqlini sinab beqish uchun taxtning ba'zi yerlarini o'zgartib etishga buyurib mundaq dedi. Onun, yani Bilqisning taxtining shaklini o'zgartinglar. U taxtini tonimamdi qaraymiz. İbn Abbas taxtning marvoyatlardan taqıgan közleri ve yülençikleri sug'urib elib etildi dedi. Mücahid onun qizil yerlerini seriq ve yeşil yerlerini qizilga o'zgartib hamma narsani o'zining asldagi qiyofatidan o'zgartishga buyurdi dedi. Ekrima onun bazı yerlerge bazı narsani bekitib bazı yerlerden elib etishga buyurdi dedi. Qatada onun ast tarafini üstünge, üst tarafini astınga, aldını arkasıga qilishga ve onun bazı yerlerge bazı narsani bekitib bazı yerlerden elib etishga buyurdi dedi. Bilqis kelganda uningga "Sening taxting mushundaqmi?" deyildi. Yani onunla heliqi yosunda özgertilgen taxti köstildi. O aqlliq ve parasetlik ayal boğaçqa taxti özüdün tolum yiroq bir yerde qolganligi uchun oldidagi taxtini "Bu mening taxtim ekan-ku" demidi. Hamda o'zgartib etilgan bo'lsa-mu, uningda taxtning ba'zi alomatlarining va ba'zi sifatlarini ko'rganligi uchun "Bu mening taxtim emas ekan-ku" demay, u "Shudek turdi" dedi. Yani bu
meningkiga o'xshib qoladi ekan deganlikdir. Mana bu hushyorlik va zeraklikda eng yuqori darajaga yetganlikning alomatidir. Sulaymon Allohning ne'matini so'zlash yuzidan aytdi. Uningdan, ya'ni Bilqisdan burun bizga Allohni va Allohning qudratini bildiradigan ilm berildi. Biz musulmon bo'ldik. Uni Allohni qo'yib cho'qingan narsalari Allohga ibodat qilishdan to'sdi. Chunki u kafir qavmdan edi. Uningga, ya'ni Bilqisga saroyga kirgan deyildi. U, ya'ni Bilqis saroyni cho'ngsu deb gumon qilib, kiyimini ko'tarib ikki pochiqini ochdi. Ya'ni Sulaymon alayhisalom shaytonlarni ostidan sular iqib turadigan aynak saroy silishga buyurgan bo'lib, u saroyning aynakdan silinganligini bilmaydigan odam uni suv deb o'ylab qoladi. Amaliyotda bo'lsa, saroyda mangan odam bilan suvning oraliqida aynak bor edi. Sulaymon alayhisalomning u aynakdan yasalgan saroy deganligi to'g'risida. Sulaymon alayhisalomning Bilqis uchun aynakdan mundaq katta saroyni soldirishi uningga o'zining katta va kuchli bir podshoh ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun edi. Bilqismu Sulaymon alayhisalomga Alloh taolaning bergan ne'matlarini, uningdagi kattalikni ko'rgan va uning tutgan yo'lining haqiqatini tonigan edi. U Alloh taolaning hukmiga bo'ysunib, Sulaymon alayhisalomning asl payg'ambar va katta podshoh ekanligini bilib, Alloh taolaga iymon etib mundaq dedi: Rabbim, men haqiqatan Allohga shirik keltirib, quyoshga cho'qinish bilan o'zimga zulm qildim. Sulaymon bilan billa olamlarning Robbi Allohga bo'ysundim. Ya'ni Sulaymonning diniga ergishib islomga kirdim. Ya'ni hamma narsani yaratgan, ondan o'zining xohishi bo'yicha uningga munosib o'lchamni belgilagan, sheriki yo'q bir Allohga ibodat qilishda Sulaymonning diniga ergishib islomga kirdim. Biz haqiqatan Samudga, ya'ni Samud qabilasiga nasab jihatdan qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdik. Solih ularga Allohga ibodat qilinglar dedi. Nagahan ular jidallashadigan, ya'ni din borasida jidallashadigan mu'minlar va kofirlardan iborat ikki guruhga bo'linib ketdi. Solih aytdi: Ey qavmim, sizlar nimishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Sizlar rahmatga erishishinglar uchun nimishqa Allohdan mag'firat talab qilmaysizlar? Ular aytdi: Bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi. Solih aytdi: Sizlarga keladigan yaxshi yomonlik Alloh tarafidan keladi. Balki sizlarni Alloh sinaydi. Solih alayhissalom bilan Samud qavmining qissasi to'g'risida. Alloh taolo Solih alayhissalomni Samud qavmiga payg'ambar qilib avatgan va ularni shirk yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishga chaqirgan vaqtida Samud qavmida ko'rilgan ishlardan xabar berib mundaq dedi: Biz haqiqatan Samudga, ya'ni Samud qabilasiga nasab jihatdan qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdik. Solih Allohga ibodat qilinglar dedi. Nagahan ular jidallashadigan, ya'ni din borasida jidallashadigan mu'minlar va kofirlardan iborat ikki guruhga bo'linib ketdi. Alloh taolo bu ishni boshqa bir oyatda bayon qilib mundaq dedi: Uning qavmining takabbur cho'nglari bo'zaq qilinganlarga, ya'ni ularning ichidagi mu'minlarga, sizlar Solihni uning Robbi tarafidan avatilgan payg'ambar deb bilamsizlar dedi. Ular: Biz uning payg'ambarligiga albatta ishonamiz dedi. Eyliq takabburlar: Sizlar ishonganga biz hargiz ishonmaymiz dedi. Solih aytdi: Ey qavmim,
sizlar nemishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Ya'ni sizlar nemishqa azobning kelishini tilaysizlar va nemishqa Alloh taolodan uning rahmatini tilamaysizlar? Shunga Salih alayhissalom mundaq dedi: sizlar rahmatga erishishinglar uchun nemishqa Allohdan mag'firat talab qilmaysizlar? Ular aytdi: bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi. Ya'ni biz sening va sana ergashgan odamlarning yuzlarida biror yaxshilikning borligini ko'rmadik. Bular shundaq deyishidiki, sabab shuki, bular shundaq deyishidiki, sabab shuki, ularning o'zlari badbaxt bo'lganligi uchun ularning birasiga biror ko'ngilsiz ish yetib qolsa, bu ishni Salih alayhissalom va uning ergashuvchilaridan ko'ratdi. Mujahid: kafirlar Salih alayhissalom va uning ergashuvchilaridan yomon pal oldi dedi. Alloh taolo kafirlarning payg'ambarlardan yomon pal oladiganligi haqida Fir'avnning qavmidan xabar berib mundaq dedi: ular agar farovonlik, mo'lchilik, biror yaxshilikka erishsa, biz uningga haqliqmiz deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumligidan keldi deydi. Ularga yetgan yaxshilik bilan yomonlik Musaning shumligidan emas, Allohning taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni, ya'ni ularga kelgan balo qazoning o'z gunohlari tufayli Alloh tarafidan kelganligini uqmaydi. Agar ular, ya'ni munofiqlar biror yaxshilikka erishsa, bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biror ziyon zahmatga uchrasa, bu sendan, ya'ni sening diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu ahmoqlarga aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Ya'ni hammasini Alloh yaratgandir. Ya'ni yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh taolaning hukmi va o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. Alloh taolo payg'ambarlarni avatgan bir kent kishilaridan xabar berib mundaq dedi: ular elchilarga: biz sizlardan shumpal oldik. Ular elchilarga: biz sizlardan shumpal oldik. Agar sizlar da'vatinglarni to'xtatmasanglar, sizlarni cho'qim tashkisak qilib o'ltiramiz va bizning qattiq jazoimizga uchraysizlar dedi. Elchilar: kufringlar sababidan shumliqinglar o'zinglar bilan birgadir. Sizlarga va'z nasihat qilinsa, shumpal olamsizlar? Hargiz undaq emas. Ya'ni ish sizlar gumon qilgandek emas. Sizlar Allohga shirik keltirish bilan haddidan oshquchi qavmsizlar dedi. Yuqorida bayon qilganimizdek, Salih alayhissalomning qavmi mundaq dedi: bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan bo'ldi. Salih aytdi: sizlarga keladigan yaxshi yomonlik Alloh tarafidandir. Alloh tarafidan keladi. Ya'ni bu sizlarning qilgan yomonligingiz uchun Alloh taolaning sizlarga bergan jazosidir. Balki sizlarni Alloh sinaydi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida sizlar Alloh taolaga bo'ysunish yoki bo'ysunmaslik bilan sinilsizlar deganlikdir dedi. Lekin bu oyatning to'g'ri ma'nosi ozg'unliqinglarda asta cho'nqirlashtirilsizlar deganlik bo'ladi. Shaharda, ya'ni hijrida yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan 9 nafar kishi bor edi. Ular o'zaro Alloh bilan qasam qilinglar dedi. Ular aytdi: bir kechada Solihni va uning tavalarini cho'qim o'ltirayli, ondan cho'qim uning, ya'ni ularning egisiga u o'ltirilgan chaqda biz ustida emas edik, biz haqiqatan rostchilmiz deyli.
ular Salihga qarshi suiqasd planladı. Ularning halok bo'lishini tiziltish uchun suiqasdi uchun tuyuqsiz jazoladik. Ularning suiqasdining oqibatining qandoq bo'lganligiga qaraganki, ularni va ularning qavmini butunlay halok qildik. Ular zulm qilganliklari uchun ayni ularning o'ylari odamzotdan xoli bo'lib qoldi. Allah'ın kudretini bildiğin kavm için bunun da çok ibret var. Salih bilen iman etkan ve takvadarlık kıyganlarını azaptan kutkuzduk. Buzgunçılık kıldığın bir türküm kişilerinin hile, mekir ve Semud kavminin akıbeti doğrusuda. Allah Teala Semud kavminin içindeki kavmini azgınlıkka, kafirlikka ve Salih aleyhisselam'ını inkar kılışık çakırdığın haddiden eşip ketken bir türküm çoğunlardan haber verip ahırda ulanın tüğünü öldürüp etkenlikini şunundan keyin ular Salih aleyhisselam'ın öyge keçidi besip girip onu tuyuksuzla öldürüp etişini iş bitkende onun uruk tukanlarına özlerinin Salih aleyhisselam'ın işi hakkında rastlığına hiçbir nesini bilmeydiğanlıkını ve bu gepleri de özlerinin rastçıl ikenlikini demekçi boğanlıkını bayan kılıp mındak deydi. Şehirde yeni Hicri'de yeryüzüde buzgunçılık kılıdığan, ıslah kılmaydığan 9 nefer kişi var idi. Bula Semud şehride idi. Bula bolsa Semud kavminin işleri igi bulup algan adamlar idi. Çünkü ular Semud kavminin çoğunları ve devletmen kişileri idi. Avfi İbn Abbas'ın ular bolsa Salih aleyhisselam'ın tövgüsünü öldürüp etken adamlar idi. Degenlikini rivayet kıldı. Yani Allah Teala ularını resva ve rahmetinden yirak kıysın. Tövgünü öldürüp etiş ularının planı ve meslahati bilen boğan. Allah Teala bu vakalikini bayan kılıp mındak dedi. Ula buradarını tövgünü öldürüşki çakırdı. O kılıcını elip tövgünü boğuzladı. Aynı zamanda Semud'un en bedbaxt adamı müciz bulup gelgen tövgünü öldürüşki aldırdı. Şehirde yani Hicr'de yeryüzüde buzgunçılık kılıdığan, ıslah kılmaydığan 9 nefer kişi var idi. Bu ayetin manası hakkında Abdurrazzaq Yahya İbni Rabi'adın Atai'nin mundaq degenlikini rivayet kıldı. Ula tilla tengilerini qarz beretti. Yani ula xuddi Araplar qilgandek altın tillalarını özümge qarzga beretti. İmam Malik Yahya İbni Sa'id İbni Musayyab'ның mundaq degenlikini rivayet kıldı. Altınlar ve pullarını monopol kılıp eliş zımında ilip berilgan buzgunçılıklardan sanıldı. Altınlar ve pullarını monopol kılıp eliş zımında ilip berilgan buzgunçılıklardan sanıldı. Yani haddeden eşip ketken bu kafirlarning süpti bolsa, meyli ular alimlar yuqorida bayan qilgan yo'l bilan bo'lsin yoki boshqa yo'llar bilan bo'lsin, kuchi yetgan hamma vositalar bilan buzg'unchilik elib berishidir. Ular o'zaro Alloh bilan qasam qilinglar dedi. Ular aytdi: bir kechada Salihni ve onun tevellerini çokum öldüreydi. Andın çokum onun yani ulanın egisige o öldürülgen çağda biz üstüde emes idik. Biz hakikaten rastçılmayız deyli. Yani ulanın içindeki kim ki kecide Salih aleyhisselam bilen uçuruşup kalsa Salih aleyhisselamını öldürüp etişki kasem içti ve vaat kılıştı. Allah Teala bulanın bu yaman kastını ulanın özüge qaytırdı ve yaman akıbetini ulağa kılıp koydu. Mücahid ula Salih aleyhisselamını öldürüşki kasem içti. Lekin ula onu öldürelmedi. Ahırda ula
ve kavimlerinin hemmisi koşulup halak kılınıp gitti dedi. Abdurrahman İbni Ebu Hatem ula tögünü öldürüp etkende Salih aleyhisselam ulağa öyünlarda hayatlıktan 3 gün bəhrəman boluvelinla bu vədi yalğan emas dedi. Ula Salih özünün bizni 3 gün gece yok kılıp boluşunu oylawatıdı. Biz onu 3 gün toşuştan burun yok kılıp bolaylı deyişti. Hecr şehrideki bir cilgıda Salih aleyhisselamның namaz okuyduğun bir mescidi var bulup, ula şu yiyegi verip bir önkürüge kirip olturdu. Ve eğer Salih namaz okuş için bu yiyegi kelse, onu öldürürüz, andın onun tevellerinin kaşığı verip ulanı öldürürüz deyişti. Andın Allah Teala ulanın kaşıdaki uzunuğa sozulgan bir tağdın bir taşni ulanın aldığı evetti. Ula taşның özlerini micib etişten korkup önkörünün içi kirip aldı. Taş kilip önkörünün ağzını eti oldu. Ula onun içinde kalıp kaldı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şunun bilen ulanın kavmi ulanın qayerda ekanligini bilolmay, ulamu qavmiga nima ish bo'lganligini bilmay qoldi. Alloh taolo bularni bu yerda qavmini u yerda azoblab halok qildi. Salih alayhissalom bilan uning odamlarini bo'lsa qutuldirib qoldi deb so'ziga dalil qilish asosida bu oyatlarni o'qidi. Abdurrahman ibn Abu Hatem ula Salih karşı suikast planladı. Ulanın halak buluşunu tiziltiş için, suikast için tuyuksuz cezaladık. Ulanın suikastının akıbetinin kandak bulduğanlığı karagın ki, ulanı ve ulanın kavmini bütünley halak kıldık. Ula zulüm kılganlıkları için, en ulanın öyleri Adem zatın hali bulup kaldı. Allah'ın kudretini bildiğin kavim için bunun da çok ibret var. Salih bilen iman etkan ve takvadarlık yığanlarını azaptan kutkuzduk. Elhamdülillah. Yukarıda Sure Neml tefsirinden 53. ayetkiçe anladığınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.